21-mart bugun. Onajonlar bilan 21-mart bugun. Navro'z bayrami. Hammani Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Короче, 21-mart bugun. Hammani Navro'z bilan tabriklayman. 25-kun sport. Ko'p kishi menga yozyapti, "Вообще красавчик, motivatsiya beryapsan" deb ko'p kishi Instagramda даже ko'ryapman. Men ham soat 6 ga chiqaman, u yoq bu yoq chiqamiz, yuguramiz, sport bilan mashq qilamiz. Ketdik. Tog'laringdan kullarasan, tog'laringdan suvlar